Alla. Muallif Nargiza Usanbayeva. 4-qism. Choyxona. Jamshid 3-4 sozanda erkaklar bilan o'tiribdi. Suhbat mavzusi o'z-o'zidan farzandlarga borib taqaldi. Mening o'g'lim to'pki topshirgandi. O'tibdi, dedi bir sozanda. Qayerda o'qiyman deyapti. Yanachi, kari yana ham chet shaharlardagi o'qishlarini mensimayapti. Seulda o'qiyman deydi. Mayli o'qi dedim. Faqat shu bolaning hisobiga $20,000 atrofida pul qo'yish kerak ekan. Shunisi o'ylantirib turibdi. Keyin qaytarib berar ekan. Mana bola qiynalmaydi degan ma'noda kerak ekanda. Endi shunga yig'yapman. Mabodoga pul kerak deb qolsam, qo'llab yuborasizlar. Meni qizim ham Garvardni ko'zlayapti, dedi yana biri. Qiz bolasan, u yoqlarga yuborishga yuragim chidamaydi desam, qovog'i osiladi. Bitta qovog'ini ossa tamom, yuragim chidamaydi. Jamshid ularga havas bilan qarab o'tirar, ammo suhbatga aralasha olmasdi. Aka, indamang. O'qisin. O'qimasa bir balo, dedi boshqasi. Mana, men o'g'limni sira o'qishga qiziqtira olmadim. Qo'shiq aytgani aytgan. Kelib olaman deydi, pul bering deydi. Men bilmayman. Bolalarning o'qiydimi, o'qimaydimi? Men yordam so'rasam, berasanlar, dedi haligi o'g'li Koreyada o'qiyman degan bolaning otasi. Sizga Jamshid yordam bermasa, dedi ikkinchisi. Bizning bolalarimiz yeyman, ichaman, kiyaman degan yoshda. Jamshidda bola yo'q. Topganini qayerga qo'yishni bilmay yotgandir. Beraman aka, beraman, dedi Jamshid. Meni ham ilohim shunaqa tashvishlarga yetkazsin. Duo qilsalaringiz bo'ldi. Sozandalar jim bo'lib qoldi. Jamshid qult etib yutunarkan, sekin o'rnidan turib nari ketadi. Orqadan sozandalardan birining ovozi eshitildi. O'ylamay gapirasana. Jamshid xotira ta'sirida xomush o'tirar, hamon o'zi bilan o'zi kurashardi. Balki oyim to'g'ri aytayotgandirlar, dedi o'ziga o'zi. 38 ga kirdim. Hali uylanib, bolali bo'laman deganimcha ham 1 yil o'tadi. 40 ga borib qolaman. Bolam o'qishga kiraman, uylanaman deganda 60 yosh bo'lamanmi? Nimaga yashayman unda? Chol bo'lib qolgan bo'laman-ku. Bolam menga qarashiga to'g'ri keladi. Jamshid o'q tortdi. Keyin o'rnidan turib, javondan nayini olib pufladi. Xona bo'ylab yoqimli, mayin ammo dardli kuy taraldi. Xushnida qo'rdoqni o'tkazib, uyga xorib qaytdi. Kiyimlarni alishtirgancha chaqqonlik bilan marosimdan qaytgan tog'ora ichidan yeguliklarni olib dasturxonga qo'ydi. Keyin erini, o'g'lini chaqirdi. Marjonaga olib borgan sovg'alaring yoqdimi? So'radi eri Davron. Yoqdi, dedi achchiqqina choydan xo'plarkan Xushnida. Marjonaga yoqaveradi. Qaynonasiga yoqish qiyin. Hamma narsadan kam topdi. Olib borgan tilla ziragimiz katta emish. Hozir taqa olmasmish. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa zirak taqishmaydi-ku. Hayron bo'ldi Davron. Hech bo'lmasa 7-8 oylik bo'lsin. Shuni tushuntira olmadim. Bu jonisi hozir jajjigini olib kelib tursangiz bo'lardi. Bu kattaroq zirakni tug'ilgan kunida olib kelardingiz, deydi. Xudang har yili tilla olmoqchi sendan, kuldi Davron. Rostdan ham gapga qo'shildi Kamron ham. Oyi gapiga jahl bilan ham oboraveradilar. Men 2 soatga zo'rg'a toqat qildim, dedi Xushnida o'q tortib. Shu ayol bilan Marjona bir umr yashaydi. Qizimga sabr, qanday chidaydi hayronman. O'zi pishirgan osh aylanib ham o'rgilib ham ichadi, dedi Davron. Bechora opam. Xushnida xo'rsindi. Davron indamay oldidagi taomga qo'l cho'zdi. Munira Azimani yetaklagancha uyga shoshib kirdi. Kel, dedi qizga qarab. Azima qimtinibgina qadam bosdi. Koridor boshida Jamshid paydo bo'ldi. Assalomu alaykum Jamshid aka, dedi Munira jilmayib. Assalomu alaykum, dedi Azima ham boshini egib. Va alaykum assalom, kelinglar, dedi Jamshid jilmayib. Jamshid aka, bu Azima, tanishtirdi Munira. Damir akaning yangi yulduzi. Ijara uy topishguncha biznikida turib turadi, xo'p. Jamshid Azimaga boshdan oyoq qaradi. Bu qiz haligi internetni portlatgan qiz-ku, a? Men qayta ko'rgandim. Jamshidning ko'zlarini yonib ketdi. Ha, topdingiz, tanidingiz, dedi Munira kulib. Kiring Azimaxon, dedi Jamshid
kulib. Sizga juda qiziqishim baland edi. Kiring. Azima koridor bo'ylab mehmonxona tomon yura boshladi. Jamshid uning ortidan ergashdi. Ovozingiz juda go'zal, dir tortar edi, dedi u. O'zingiz ham go'zal ekansiz. Munira esa so'mkalarni koridordagi shkafga osgancha ortda qolib ketdi. Jamshidning gaplari uning qalbiga alam va rashq olovini yoqqandi. Oradan bir kun o'tib, katta va zamonaviy klinika xo'jayini Olim Karimovning kabinetida Damir va Munira o'tirardi. Olim Karimovich, dedi Damir xususiy klinika xo'jayiniga qarab. Munirani taniysiz? Atay sizning yoningizga olib keldim. Shu qizga yordam beraylik. Munira Safayevaning muxlisiman-ku, kuldi Olim. Shunday aktrisa bizning klinikada farzandli bo'lib chiqib ketsa, biz uchun ham obro'. Ilohim shunday bo'lsin, dedi Damir. Eng yaxshi natijalari ko'p bo'layotgan shifokoringizni biriktirsangiz, keyin Munira eko uchun boshqa klinikaga ham borgan. Lekin u yerda sizga donor kerak, ammo bizda mumkin emas debdi. Shu tomonlarni ham hal qilib bersangiz. To'g'ri, dedi Olim Karimovich Muniraga qarab. Aslida bizga donordan foydalanishga ruxsat berilmagan. Jinoiy javobgarlik bor. Ammo biz ayolning ona bo'lishdek baxtga erishish uchun harakat qilamiz. Munira uning gapidan quvonib ketdi. Rahmat Olim aka, dedi u shoshib. Shifokoringizni ham tajribalisini bersangiz. Albatta. Bizda hozir Zarima Badirovna hammadan zo'r. Respublika bo'yicha ham birinchi o'rinda turibdi desak bo'ladi. Shu shifokorga biriktiraman. Rahmat. Chin dildan minnatdorchilik bildirdi Munira. Jamshid tilla taqinchoqlar do'konida parishon va xavotir bilan aylanardi. Xayolida hozir Munira ko'rib qoladi-yu, yig'laydigandek edi. U shu xayolda bir necha uzuklarni ko'rdi. Oxiri bitta o'ziga yoqqan chiroylisini tanladi. Jamshid uzatgan kartadan uzukning pulini yechib olgan sotuvchi uzukni bejirim chiroyli qutichaga joylab, plastik kartasi bilan birga Jamshidga tutqazdi. Jamshid magazindan ko'ngli to'lib chiqib ketdi. Xushnida o'z xonasida bemorlarni ko'rib qabul qilardi. Qabulida Lobar o'tiribdi. O'sha kuni bo'lmadingiz, juda qo'rqdim, juda ham qo'rqdim, dedi Lobar. Qo'rqishga hojat yo'q edi, dedi Xushnida xotirjam. Chunki funksiyani hamma ham qilaveradi. Asosiysi urug'lantirish. Bu amaliyotni men o'zim ham boshqalarga ishonmayman. Operatsiya qilganlar hech narsa deyishmadi menga, xavotir bilan so'radi Lobar. Tuxumlarim yorilib ketmabdimi? Hozir o'zim tanishtiraman. Xushnida stol ustidan qog'oz oldi va o'qib Lobarga gapira boshladi. Men o'zi qilganimda 32 ta tuxum ko'ringan ekan. Funksiya paytida 27 ta ko'rinibdi. Demak, 5 tasi yorilib ketgan. Funksiyaga kech kirgansiz, yo qaltis harakat qilgansiz. 27 tadan 6 tasi puch chiqqan. Lobarning ko'zlari katta-katta bo'ldi. U nima degani? Ichi bo'sh bo'lgan. Hamma urug'larda ham puchi bo'ladi-ku. Pista chaqsangiz ham ba'zilari puch bo'ladi. Sizda ham 6 tasi shunaqa bo'sh bo'lgan. Lobarning butkul kayfiyati tushib ketdi. 5 ta yorilib ketgan bo'lsa, 6 ta puch 21 ta bormi? Ishqilib, Xushnida yo'q degandek bosh chayqadi. 9 tasi yaroqsiz chiqibdi, dedi u qog'ozdan ko'z uzmay. 12 ta sog'lom. Eko qilsa bo'ladigan tuxumni olishgan. Voy xudoga shukr, yuragim chiqib ketdi. 12 ta bolam bo'ladimi shunda? Xushnida kulib yubordi. Ilohim shunday bo'lsin, dedi u o'zini kulgudan tiyib. Lekin men sizni juda ham umidlantirib qo'yishni istamayman. Chunki hammasi urug'lantirganimizdan keyin embrionning rivojlanib ketishiga bog'liq. Biz embrionni sizga joylaguncha 5 kun o'stiramiz-ku. O'sha paytda ham ba'zilari nobud bo'ladi. Lobar xo'rsingancha qog'ozga qaradi. Abror Toshkent City yonidan o'tgan keng va tekis ko'cha bo'ylab mashinasida yurib kelarkan, konservatoriya tomonga burildi. Keyin Azimani tushirib, o'zi mashinasini joylashtira boshladi. Azima o'zida sal narida turgan O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov haykaliga hayrat bilan tikildi. Uning hayajonini oshirib o'sha onda yam-yashil xiyobon bo'ylab san'atkorning qo'shig'i yangradi. Voy tavba, haykal kuylagandek bo'lib ketdi. Beixtiyor dedi o'ziga o'zi Azima. Sal o'tmay unga Abror yaqinlashdi va ikkisi konservatoriyaning hovlisi tomon yurishdi. Mana qara, dedi Abror qarshisidagi
mahoratli binoni ko'rsatib. Bu sen orzu qilgan konservatoriya. Azima hayrat bilan yo'l yoqasidagi joylashgan haybatli binoga qaradi. Yur, binoga olib kiruvchi zinadan ko'tarila boshladi Abror. Bu yerda ustoz senga jonli ijro sirlarini o'rgatadi. Har kuni olib kelaman bu yerga. 1 soat dars olasan. Xo'p, dedi Azima ich-ichidan sevinib. Yaxshi o'qisam, o'qishga ham kirishim mumkinmi? Albatta. Damir akaga quloq solsang, bor imkoniyatingni ishga solsang, qobiliyatingni ko'rsata olsang, o'zi yo'llaring ochiladi. Quloq solaman. Azima yana binoga mahliyo bo'lib qaradi. Abror esa unga zimdan achinish bilan qaragandek bo'ldi. Munira shifokor Zarema Badirovna huzurida o'tiribdi. Munira Xushnida Silbekovna IMG past umid kam dedi. Zarema Munira bergan qog'ozga qaradi. Ha, past. Yoshingiz nechida? 35 yoshman, dedi Munira. Yoshingizga nisbatan ancha past, dedi shifokor tan olib. Yosh, sog'lom ayol olib keling. Singlingizmi? Olamiz tuxumidan. Singlim yo'qda, dedi Munira. Shu yerda o'zingizning mijozlaringiz ichida yo'qmi? Bor, lekin biz baribir so'raymiz. Keyin o'zingizning qarindoshingiz, tanishingiz bo'lsa, nasli toza bo'ladi-da. Zarema, yoshingiz nechida? Nima deb chaqiray? 35 taman. Voy, o'rtoq ekanmiz-ku. Xursand bo'lib ketdi Munira. O'rtoq, qaynonam erimni uylantirmoqchi. To'yni to'xtatish uchun zudlik bilan homilador bo'lishim kerak. Xushnida Silbekovna 1 yillar sizga zo'r vitaminlar berib ko'rishimiz kerak, piyoda yurishingiz kerak, deydimi-ey? Vaqtim bor ekanmi unga? Ha, piyoda yurish, quyosh nuri, vitaminlar ayollarga juda foydali. Yana tan oldi Zarima. To'g'ri aytibdi. 1 yillar shunday shug'ullansangiz, biror natija bo'lishi mumkin. Kutolmayman o'rtoq, menga donorlar haqida gapiring. Tuxum sotadigan ham, urug' sotadigan ham donorlarim bor. Xohlasangiz tayyor embrionlar ham bor. Ertasiga nobud bo'ldi deb sizga qo'yib yuboraman. Yo'q, embrion qo'ya olmaymiz. Erim sog'lom, erimni urug'idan olishingiz kerak. Iloji bo'lsa shu kunlarda. Bo'ldi, bo'lmasa men donorlik qiladigan ayol topay. Sizga aytaman. Darhol ish boshlaymiz. Yuring sizni o'zi qilaychi. Jamshid tilla do'kondan chiqib, to'g'ri qishlog'iga keldi. Onasi uni ko'rib sevinib ketdi. Uyga kirgach, Jamshid uzukni onasiga tutqazdi. Juda chiroyli uzuk olibsan. Aylantirib ko'ra boshladi Jamila xola. 17. Razmer oldingmi? Ha, 17 dedingiz-ku. Qizning ammasidan so'radim, dedi Jamila xola. Tilla uzuk sovg'a qilarkanmi, deb xursand bo'lib qoldi. Qizning ismi O'g'iljon, 6 ta qiz ekan, oilada. Qizlarning 5-inchisi kambag'algina turisharkan. Shunga ham rozi bo'lishdi-da. Baxting chopdi o'g'lim, sendan naq 13 yosh kichkina. Jamshid onasiga yalt etib qaradi. Onangga quloq solsang kam bo'lmaysan, dedi Jamila xola. Sen 38 ga kirding. U qiz 25 yosh. Xotining yoshini eshitsa kuyib, kul bo'ladi. Aytma, chiroyini aytmaysanmi? Jamshidning yuzidan xursand bo'lgani sezildi. O'ziga o'zi jilmaydi. Men bo'lmasa, hozir ammasi bilan gaplashay. Qayerda uchrashasan? Dedi Jamila xola o'g'liga qarab. Qayerda desang, kenayisi bilan boradi. Hayronman, tuman markazidagi Safo restoraniga obara qol. Joyni ham o'zi hal qildi xola. Obro'yingga mosta. Qayerda edi u? Bozorga borishda o'ng qo'lda. Oppoq restoranchi. Ha, bo'ldi. Xo'p, o'sha yerni ayting, dedi Jamshid eslab. Jamila xola o'g'li yo'rig'iga yura boshlaganidan xursand bo'lib dedi. Tushdan keyin soat 2 ga deyman. Shu bilan keyin uyingga ketaverasan. Xo'p, telefon raqamini ol. Tayinladi ona. Gaplashib tur, shirin gapirib tur. Senga kerak bo'lmasa ham mana bu ro'zg'orga menga kerak. Xo'p, bo'lmasa men telefon qilay. Jamila qo'liga telefonini oldi. Abror Azimani ustoz san'atkorlardan birining oldiga olib keldi. O'zbekiston xalq artistini ko'rib, Azima hayajonga tushdi. Axir bu san'atkorni u faqat televizorda ko'rardi. Ustoz, Jamshid aka aytgan qiz shu bo'ladi. Bir eshitib ko'rasizmi? Albatta, dedi ayol Azimaga muloyim qarab. Eshitib ko'ray, agar milliyga tortsa, mayli, shogird sifatida bor bilimimni beraman. Mabodo Astradagi
tortadigan bo'lsa, shu yerdagi Astrada yo'nalishdagi birorta ustozga biriktiramiz. Yaxshi. Siz nima desangiz shu. Ustoz Azimaga qarab dedi: "O'zingiz yaxshi ko'rgan birorta qo'shiqni aytib bering. Milliy bo'lsinmi, estrada?" dedi Azima hayajonini zo'rg'a bosib. "Farqi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan birorta qo'shiqni aytsangiz bo'ldi menga." Azima o'ziga yoqqan qo'shiqni ayta boshladi. Ustoz maroq bilan eshitdi. Azima aytib bo'lib ustozga Abrorga qaradi. Ustoz Azimaga qarab jilmaydi. "Ismingiz nima edi?" "Azima." "Azima, ovozingiz milliy yo'nalishga yaqin. Agar o'zingizda milliy ashulalarimizga mehr bo'lsa, kuylashga ishtiyoq bo'lsa, o'zim siz bilan shug'ullanaman. Bor mehr. Yaxshi ko'rib aytaman milliy ashulalarimizni. Barakalla. Bo'lmasa men sizga o'rganishingiz kerak bo'lgan barcha narsani o'rgataman." Xo'p. Ustoz yana ko'p maslahatlar berdi. Azima jon qulog'i bilan eshitdi. Xushnida ish stolida kofe xo'plab o'tirardi. Eshik ochilib, uning navbatidagi mijozi sodda qishloq ayoli Oynur ko'rindi. "Assalomu alaykum. Mumkinmi?" "Keling, va alaykum assalom, o'tiring." Oynur qo'ldagi qog'ozlarni Xushnidaga tutqazdi. "Analiz topshirishga jo'natgandingiz. Javoblari chiqdimi?" "Ha, chiqdi.